O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 6099-son farmonining ijrosini ta'minlash hamda Ichki ishlar vazirligi tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalari shaxsiy tarkibi o'rtasida 2026-yil uchun mo'ljallangan Ichki ishlar vazirligi chempionatlarini vazirlik va sohaviy xizmatlar o'rtasida sport turlari bo'yicha musobaqalarni o'tkazish rejasiga belgilangan sport tadbirlariga tayyorgarlik ko'rish maqsadida joriy yilning 20-22 may kunlari Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari 75-36 harbiy qism negizida sportning aralash jang san'ati turi bo'yicha qorovul qo'shinlari qo'mondoni kubogi musobaqasi yuqori saviyada o'tkazildi. Ushbu musobaqada umumjamoa hisobida faxrli birinchi o'rinni 75-36 harbiy qism, ikkinchi o'rinni 75-52 harbiy qism hamda uchinchi o'rinni 75-51 harbiy qism terma jamoalari egalladilar.